o'zi nimaga insonlar negativ yozishadi? Bitta narsaga men qattiq ishonaman. Nimani ko'rishni istasangiz yoki o'sha narsani qanaqa ko'rishni istasangiz, shu narsa sizga ko'rinadi. Misol uchun, kimgadir oddiy qanaqadir oq atirgul deymizmi, yo oddiy romashka shu darajada hayotda zo'r bir ne'mati sifatida qaralsa ko'rsa, kimdir oddiy dешевый romashka deb qaraydi-da shu narsaga. Shuning uchun ko'p holatda bu qarashlarga bog'liq. Shuning uchun hech kim bilan sporить qilmayman, u darajaga tushishni istamayman, chunki negativ ichi to'la insonlarning darajasi juda ham past chastotada bo'ladi. Bunaqa past chastotaga tushgandan ko'ra umuman ahamiyat bermagan yaxshi. Shuning uchun ham balki menda hamma narsa yaxshi, zo'r bo'lib ketyapti. Bechora bularni ishlar hech yurishmayotgandan hasabi negativ qilib meni ichimni qanaqadir g'ulg'uraga